Hasan ibn Hasan rahimahulloh aytadilar: Men bilan amakimning o'g'li Imom Zaynul Obidin o'rtamizda bir gap oralab qoldi. Bir kun u zotdan alamimni olish uchun huzuriga bordim. Masjiddan chiqayotganida dilimdagi bor gapimni ayta boshladim. U zot indamay tinglar edi. So'ngra tarqaldik. Kechqurun darvozam taqilladi. Chiqsam Zaynul Obidin ekan. Menga javob qaytarish uchun kelibdi deb o'yladim. Biroq, birodar, boya kunduzi aytgan gaplaring rost bo'lsa, Alloh meni kechirsin. Mabodo yolg'on bo'lsa, seni kechirsin, dedi-da, omon bo'l deb qaytib ketdi. Men hayron bo'lib qoldim. Ertasiga huzuriga borib, birodar meni kechiring, qaytib sizni xafa qilmayman dedim. Shunda xijolat bo'lma